parfumeriya do'konlari va skladlarini elektromontajlarini qanaqa qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi, sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Bu tavsiyalarni bilib qolsanglar, xudo xolasa, ancha foydasi tegadigan umiddamiz. Oldindan mana shu do'kon ochmoqchi bo'lgan yoki sklad yurg'izmoqchi bo'lgan tanishligi hozirdan tashlab qo'yinglar. Qaranglar, ko'p holatlardachi mana shu kassaga o'tirganda nima kamlik qiladi bilasizlarmi? Tartib kamlik qiladi hamda rozetkalar kamlik qiladi. Mana biz tartibliroq bo'lish uchun rozetkalarni ko'paytirganmiz. 8 ta teshuv hammasi to'la. Undan tashqari yana tepaga mebelni o'ziga ham qo'yib berganmiz, rozetkalar hamda mana bunaqa USB portlar. Bular ham deyarli to'la bo'ldi. Yana bitta eng muhim joydan biri tegidachi mana ko'rsatgan kassani tegi har doim bardak bo'lib yotadi. Biz ham mana shu ko'rib qilib tegiga maksimal darajada tartibli qilib ichiga taxlab tashlaganmiz. Simlarni ham o'zimiz mashina kompyuteri qayerdan qanaqa sim chiqish kerak, kolonka va bu hammasini tartibga solib berganmiz. To'g'risi, shuncha ish bo'lgandan keyin bu yog'i betartib bo'lsa, shu nitto'da. Keyin qaranglar. Kameralar maksimal darajada pastroq qo'yiladi mana. Xuddi qo'l cho'zsa yetadigan darajada bo'lgani ma'qul. Chunki kamera qancha pastroq bo'lsa, shuncha odamning yuzini yaxshi olib beradi. Bu yoqdan kelishdan oldin mana kassa apparat tepasidan olindi. Bu yoqdan bu qator olindi. Ko'chadan kirib kelgan mijozni yuzini shunda olish uchun mana pastroq qilib, qo'l yetadigan darajada balandlikda qo'yib berdik. Xudo xolasa juda ham sifatli kadrlar bo'lyapti. Undan tashqari birlapkalar, ya'ni mana shu qatorlarda rus tilida aytganda mертвая zona deyiladi. O'zbekchasiga qora zona, qora maydon. Ya'ni umuman kamera tushmaydigan joyi o'zi yo'q. Har bir joy, har bir qator nazorat ostida. Mana bu yerda ham bor, ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda ham bor. Atela pastroq qilganmiz. Ko'p holatlarda patologiya taqib qo'yiladi. Bu tavsiya etilmaydi, chunki rezon bo'lmaydi bu narsadan. Rigilga maksimal darajada hech narsani qotirmaymiz. Mana rigilga qotirmasdan turib kamerani qilib qo'yganmiz. Betartibligiga e'tibor bermaysizlar. Xo'sh, bu yerda bizani oshxona qismimiz. Oshxona qismimizda ham kamera nabludeniya bor. Bu yoqni shunchaki o'tib ketamiz, chunki unaqa muhim narsalar yo'q. Bu yerda shunaqa zona qilingan, juda ham zo'r. Ko'p holatlarda do'konni ichini biz nazoratga olamiz-da, ko'rinmaydigan zonalarni e'tibordan chetda qoldiramiz. Bu tavsiya etilmaydi. Asosiy zona shu hisoblanadi. Sababi mana yaqin kungacha ko'rasizlar, suv tomgan shu yerdan. Mana kechpayt yopib ketasiz. O'shana holatlarda aristondan suv toshib ketishi mumkin yoki qanaqadir talofatlar bo'lishi mumkin. Buni men aytib o'tgan edim, lekin hali ham yopishmabdi. Xo'p, mana bu yoqqa ham shu jihatdan kamera qo'yganmiz. Omborxonamizning yuragi hisoblangan shitovoy xonamizni bitta obzor qilib ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, joyimiz juda ham tor. Shu bois biz shitimizni ikkita chetga ochiladigan qilib emas, aynan har bir eshigi olinadigan qildik. Shitning ichida harorat doim qiziydi. Sababi havo aylanmaydi. Shu bois biz kuller qo'yganmiz hamda filtr qo'yganmiz, doimiy havo normal holatda bo'lishi uchun. Ichkarida yoritish moslamalarini biz har doimgidek idealni qilib bir chekkaga qo'yib berganmiz. Ko'zga tushmaydi, ko'zni ortmaydi, yorug'lik. Maksimal darajada biz himoya vositalari bilan ta'minlaganmiz. Bu joyga quyosh panellari qo'yishim mumkin, yo bo'lmasam akkumulyatorlar o'rnatishim mumkin dedilar. Shu bois biz gibrid invertorni o'rnatib berganmiz. Agar xizmatimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, marhamat fikringizni yozib qoldiringlar, like bosinglar. Chetimizga esa odilona, xolisona o'z bahoylarni berib qo'yinglar. Nasib bo'lsa, keyingi kontentlarda birga uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.